Assalamu alaykum. Biz bu qatim o'rganmoqchi bo'lgan mazmun ma'lumot tipi. Oldi bilan biz oldingi soatdagi bu bir misolni ko'rib boqaylik. Bir mashina 2 soat yo'l yurib 200 kilometr mangan bo'lsa, undaqda uning tezligi necha? Biz bu masalani hal qilishda 2 dona uchurni qabul qilib, 1 dona uchurni chiqarib ekanmiz. Shuning uchun biz bu yerda 3 dona o'zgarish miqdorini aniqlab oldik. Bularning hammasi butun son tipliq. Ya'ni biz qabul qilmoqchi bo'lgan uchur birisi musofa, ya'ni birisi vaqt, chiqarib olmoqchi bo'lgan uchur tezlik edi. Biz bularning tipining hammini butun son deb aniqlagan edik. Shundaqlayna buningki qiymatini textbox 1 va textbox 2 dan qabul qilib, o'zgarish miqdor luchang bilan shijanga, ya'ni bu ikkisiga berdik. Musofa bilan vaqtga. Anamdan keyin mushu musofani vaqtga bo'lib, uning tezligini topdik. Bu misoldagi eng muhim joyini biz mushu joy degan edik. Ustidagi bu bosqichlar ma'lumotni qabul qilish, o'ttirigisi bir taraf qilish, ostidagisi chiqarish edi. Undaqda biz buni ijro qilib ko'rib boqaylik. 200 kilometr yo'lni 2 soatda bosgan bo'lsa, uning tezligi 100 kilometr. To'g'ri hisoblab berdi. Endi biz buni 3 soatda bosgan bo'lsa deganni ko'rib boqaylik. Basak 67 deb chiqdi. Albatta bu 3 ga butun bo'linmaydi. Keyin azroq parchalar bo'lish kerak. Demak, bu programmadagi eng oxirgi tezlik nihoyat to'g'ri chiqmadi. Bu nima sababdan degan chog'da biz bu ishga o'zgarish miqdorini biz butun son deb aniqladik. Lekin buni bo'lgan chog'da bu yerda parchasan chiqadi tezlikda. Agar tezlikni biz mushtaq butun son deb aniqlasak, bu yerdagi butun qismini ilib, parcha qismini tashlab o'tadi. Xalq pulini almashtiradigan misollarda, masalan, Amerika dollarini xalq puliga almashtiradigan bundaq misollarda bir punim tashib o'tish bo'lmaydi. Hatto kasr chekisidan bir qancha xalqcha aniq hisoblash kerak. Undaqda buning uchun qanday qilamiz? Buning uchun biz yangi ma'lumot tipini o'rganishimiz kerak. Undaqda bugungi darsimizningki muhim mazmuni ma'lumot tipi. Odatda virtualbasic.net da ma'lumot tipi tuvangidek bir qancha cho'ng turga bo'lindi. Birinchisi sonliq qimmat tipidagi ma'lumotlar. Ikkinchisi harf belge va harf belge tizmasi tipli ma'lumotlar. Uchinchisi числа tipli ma'lumotlar. To'rtinchisi bo'lim tipli ma'lumotlar. Beshinchisi obyekt tipli ma'lumotlar. Biz oldindan birinchisini ko'rib boqaylik. Sonliq qimmat tipidagi ma'lumotlar. Agar kompyuterda bir taraf qilmoqchi bo'lgan uchurlar sonliq qimmat tipidagi ma'lumotlar bo'lsa, undaqda biz tövandagi xohlagan bir orqali uni aniqlab, uchurlarni qabul qilib, undan keyin bir taraf qilamiz. Agar bizniki bir taraf qilmoqchi bo'lgan uchurlarimiz butun son tipli bo'lsa, undaqda biz buni integer deb aniqlaymiz. Agar python son, kasr songa oid ishlar bo'lsa, undaqda biz uni single deb aniqlaymiz. Agar aniqligi texim yuqori bo'lsa, ya'ni kasr chekisidan keyingi texim yuqori aniqlik hisoblaydigan shu qolsa, biz qo'sh aniqlikdagi kasr son, ya'ni double orqali aniqlasak bo'ldi. Bularning hammasi kasr son, ya'ni python sonlar. Odatda bularning ichida eng ko'p ishlatilgani mushu bo'yab qo'yilgan doirasidagi 3 integer va single, undan keyin long. Ustidagi ikkisi butun son, ostidagisi python. Undaqda bularni aniqlash uchun dim o'zgarish miqdor nomi as ma'lumot tipi, undan keyin dastlabki qiymati. Undaqda biz ko'rib boqaylik. Bu yerda o'zgarish miqdor ani aniqlaydi ekan. Uning tipi butun son tipli ekan. Uning dastlabki qiymati 9. Undaqda bu jumla desa aniqlayman, bni o'zgarish miqdor qilib, buning tipi python bo'lsin, ya'ni kasr son bo'lsin deb aniqlaydi ekanmiz. Bu uning dastlabki qiymati 45,167. Undaqda biz mush orqali ma'lumot tipini texmi inchga oralaymiz. Undaqda biz boyaqi misolni ko'rib boqaylik. Biz bu misolda vaqtni agar 3 deb kirgizsak, undaqda buning tezligi 67 bo'ldi. Demak, bu butun bo'linmaydi amaliyotda. Undaqda biz buningki ma'lumot tipini single ga o'zgartirib boqay. Ya'ni tezligi python bo'lsin. Endi ijro ko'rib boqaylik. 200 kilometr musofani 3 soatda bosgan bo'lsa, undaqda
Bunun tezligi əməliyyatda 66 bütün şunaq o kəyində yana 5 tane san var ekan, kasır chekitdan aniq degan gap. Agar biz buni double qilib o'zgartsak bo'lsa, texim aniq hisoblaydi degan gap. Singledan keyin biz agar double deb yozsak, buning aniqligi texim yuqori bo'ldi. Ya'ni 200 kilometr masofani 3 soat bosgan bo'lsa, ham diqqat qilib qaragan bo'lsak, kasır chekitidan keyingi sonlarniki soni texim ko'paydi. Ya'ni texim aniq hisobladi degan gap. Şoň biz qabul qilmoqchi bo'lgan ma'lumotninki, shundaqda chiqarmoqchi bo'lgan ma'lumotninki tipiga asosan biz mos kelgan ma'lumot tipini aniqlashimiz kerak. Undaqda ba'zan bunda deyish mumkin, hammani double deb aniqlab olsak-chi, integer qilishning hojati yo'q. Bularni qandoq deydi? Amaliyotda bu kichik misollarda hammani double qilib aniqlab olsak, qaraydi chaqliq. Ammo biz net 100 ming dona zo'r miqdor uchurlarni bir tirqan vaqtida agar double deb aniqlab olsak, farqi yo'qlar. Albatta double degandan keyin bir aniq chiqishning sababi uningki ishga saqlag'ich egallaydigan sig'imi texmi cho'ng bo'ldi degan gap. Shung eng yaxshisi bizning bir taraf qilmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz zodi qaysi xil turdagi, qaysi xil mushuga mos keladigan ma'lumot tipi bo'lsa, shuningga mos keladiganni ishlatganimiz eng yaxshi. Shuning uchun ma'lumot tipini mushta bir qancha xil turga ayiramiz. Agar bir xil ifodalashga mumkin bo'lsa, albatta programmada birli tipni bergan bo'ladi. Shunga bu yaxshi emas. Yaxshi nima degan chaqda biz qabul qilmoqchi bo'lgan ma'lumotning tipiga asosan muvofiq ma'lumot tipini tanlasak bo'ladi ekan. Ikkinchi, harf belgi va harf belgi tizmasi tipliq ma'lumotlar. Buning yana ikki xil bor. Birisi char. Char degani harf belgi degan gap. String bu harf belgi tizmasi degan gap, ya'ni text degan gap. Buni aniqlash uchun masalan dim, a1, as, char, tang, a dedi. Undaqda biz bu yerda diqqat qilib qaraydigan bo'lsak, aniqlayman a1 ni o'zgarish miqdor qilib, buning tipi harf belgi bo'lsin degan gap. Undaqda harf belgi aniqlagan chaqda biz cho'qim qo'sh beshning ichiga elib turib qimmat beramiz. Uning ichiga odatda bir tal harf belgini yozamiz. Agar birdan ortiq harf belgi yozilsa, uning faqat birinchisini oladi. Agar harf belgi tizmasi yoki tekstni bir taraf qilmoqchi bo'lsak, undaqda biz harf belgi tizmasi tipliq o'zgarish miqdorini aniqlaymiz. Ikkinchi jumlada a2 ni o'zgarish miqdori qilib aniqlaydi ekan, buning tipi harf belgi tizmasi tipliq bo'lsin degan gap. Undaqda buni o'xshashlar qo'sh beshning ichiga yozdik. Hamda diqqat qiling, bu yerdagi bo'sh o'rin bor bu yerda. Bu yerdagi bo'sh o'rinmi amaliyotda bir harf belgi. Buning umum mavzuliq natija degan chaqda 9 harf belgi deb qaraymiz. Chunki bo'sh o'rinmi bir harf belgiga deb qaraldi. Uchinchisi, chislo tipliq. Bu odatda biz bir taraf qilmoqchi bo'lgan uchurlar chislaga munosabatli bo'lsa, undaqda biz chislo tipliq ma'lumot tipini ishlatamiz. Aniqlagan chaqda o'xshashlar uning ma'lumot tipiga biz date ni yozsak bo'ldi. Ya'ni dim, today, as, date. Aniqlayman today degan o'zgarish miqdorini, ya'ni bugun degan gap, as, date, ya'ni chislo tipliq bir o'zgarish miqdori today ni aniqlaydi ekan. Undaqda diqqat qilinglar, buning qiymati yo'lgan chaqda oldi keyiniga cho'qim quduq belgisini yozishimiz kerak. Bundaq bo'lgan chaqda buning ichidagi qiymatni sistema chislo deb tanıydı. Ya'ni 2015-yil 10-oyning 28-kuni deb tanıydı. To'rtinchisi, bo'lim tipliq ma'lumot tipi. Bu deganimiz odatda ba'zi ma'lumotlar ikki xil holatni o'z ichiga olishi mumkin. Rost, yolg'on yoki quriladi yoki qurilmaydi. 0 yoki 0 ga teng bo'lmagan sonlar deganga o'xshash. Shunday ahvol ostida biz bunday ma'lumotlarni aniqlagan chog'da eng yaxshisi bo'lim tipliq ma'lumot deb aniqlaymiz. Masalan, bir knopka besilganda qanday bo'lsin, besilmaganda qanday bo'lsin, hammasi ikki xil holatni ifodalaydi. Undaqda shuningki rost bo'lgan ahvolda biz true bilan, yolg'on bo'lganni false bilan ifodalaymiz. Yoki yolg'on bo'lsa 0 orqali, qiymat orqali. Agar rost bo'lib qolsa 0 ga teng bo'lgan sonlar orqali ifodalaymiz. Masalan, dim, info, as, boolean, true. Bu yerda bir o'zgarish miqdori aniqlaydi ekan, info. Buning tipi boolean tipliq bo'ldi. Buning dastlabki qiymati rost. 5-inchisi obyekt tipliq.
Bu hamda xohlagan narsani buning ichiga sig'dirishga bo'ldi. Ya'ni biz ko'z oldimizga keltirilgan har qanday bir narsani aniqlash to'g'ri kelib qolgan chog'da, damalliqqa uning tipini topolmagan chog'da biz obyekt tipliq deb aniqlab olsak bo'laverdi. Keyin zarur bo'lganda o'zimiz ehtiyojli bo'lgan ma'lumot tipiga almashtirib olsak tamoman bo'ldi. Masalan, bu misolda x ni o'zgarish miqdori qilib aniqlaydi ekan, buning tipi obyekt bo'lsin. Yoki keyinlikini yozmasakmi, o chog'da bu avtomatik holda sistem tarafidan bu yerdagi y yoki y bu o'zgarish miqdor obyekt tipliq bo'ladi. Hamda uchinchisi bir quraliqliq mudaq aniqlab chiqqan bo'ladi. Bu yerda diqqat qilaylik. M pesh yozdik n. Bularning hammasi butun son tipliq. Andaki yeni pesh yozib x y as single. Bundaqda bu yerda x y'lar kasr tipliq, ya'ni Python tipliq deb aniqlagan bo'ldik. K degan nima bo'ldi desa, undaqda bu yerdagi obyekt tipliq. Ya'ni biz bir qurda 5 o'zgarish miqdorini biroq aniqlab o'tdik. Bularning ma'lumot tipi o'xshamaydi. Lekin odatda programmada bundaq yozishni bek tavsiya qilmaymiz, chunki programmningki o'qishchanligiga ta'sir etadi. Eng yaxshisi o'xshash turdagi o'zgarish miqdorini biroq aniqlab olamiz. O'xshamaydigan eng yaxshisi ikkinchi qur, uchinchi qurga ayirib yozganimiz yaxshiroq.